Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görülmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalğın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibi ilə əlaqədar ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmizdə xəbərlər ekranımız olsun. Xitoy hüccətli film orqali məcburi əmgək cinayətini yoshirishga urindi. Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatining bir parchasi bo'lgan majburiy əmgakka selish jinoyati xalqaroda davomli ayblanayotgan bo'lib, xususan Sharq Turkistondan chiqqan paxta mahsulotlari asosli diqqat nuqtasi bo'lmoqda. Halbuki Xitoy saxta tashviqotlari orqali bu jinoyatlarni yoshirishga tirishmoqda. Yaqinda Sharq Turkistonda ishlangan bir hujjatli film Xitoyning bu urinishlaridan biri hisoblandi. Xitoy tashviqot organi Tangritog to'rining xabarida bildirilishicha, Xitoy Markaziy radio televiziya bosh stansiyasi qaramog'idagi Markaziy axborot hujjatli film studiyasi suratga olib ishlagan Yerdagi bulutlar nomli saxta tashviqot xarakterli hujjatli film 7 may Xitoydagi va Sharq Turkistondagi barliq kinoxonalarda rasmiy qo'yildi ekan. Mazkur filmning tunji qo'yilish marosimi Sharq Turkistonning Avat nahiyasida o'tkazilgan bo'lib, necha yuzlagan kanat aholisi film ko'rishga o'rinlashtirilgan. Mazkur marosimning Avat nahiyasida o'tkazilishi Xitoyning saxta tashviqot harakatidagi hiylagarligini yana bir qatim namoyon qilgan bo'lib, xabarda Avat nahiyasining a'lo sifatli paxta ishlab chiqarish bilan dong chiqarganligi, Xitoy uzun talaliq paxta makoni deb nomi borligi qayd qilingan. Mazkur saxta tashviqot filmida Xitoy majburiy əmgak jinoyatini pardozlab qolmay, yana atalmish Millatlar Ittifoqligi tashviqotini bozorga solgan. Xabarda aytilishicha, filmda bir Uyg'ur va bir Xitoy ikki oila kishilarining paxta yig'ishning oldirash mazgilida paxta yig'adiganға əmgak kuchi kamchil bo'lish, odam yorilanish, to'xtamay yomg'ir yig'ish qatorliq turli tasodibiyliklarga duch kelganligi, ikki oilaning bir yillik jafoliq əmgaki hamkorlashishi natijasida oxiri qanoatlanarli natijaga erishganligi bayon qilingan. Xitoyning Sharq Turkistondagi majburiy əmgakka selish jinoyati xalqaro inson huquqlari tashkilotlari, tadqiqot organlari tomonidan kuchli dalil isbotlar bilan isbotlangan bo'lib, izchil ayblanib kelmoqda. Amerika hukumati 2022 yili 6 oyda Uyg'ur majburiy əmgakini cheklash qonunini rasmiy ijro qilishga boshlagandan buyon necha milliard dollar qimmatidagi mollarni tamojnada tutib qoldi. Nurg'unlagan Xitoy shirkatlari set superlar emas, xalqaro dangliq markalarmi buning kuchli ta'siriga uchradi. Halbuki Xitoy hozirga qadar jinoyatlarini inkor qilmoqda va turli vositalar bilan ko'z bo'yashga urinmoqda. Alma shirkati ishlab chiqarishni Xitoydan Hindistonga yo'tkamoqda. Amerika-Xitoy savdo urushi keskinlashayotgan bir mezgilda Alma shirkati 2026 yilning oxirigacha Amerikada sotiladigan ko'p qism yonfullarining qorashtirish bosqichini Xitoydagi asosliq ishlab chiqarish bazasidan Hindistonga yo'tkashni planlagan. Reuters agentligining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, mazkur plan hozirgacha maxfiy bo'lib, Alma shirkati Xitoyning ishlab chiqarish shirkati Fushikang va Hindistonning ishlab chiqarish shirkati Tata bilan jiddiy suhbatlashmoqda ekan. Alma shirkati har yili Amerikada 60 milliondan ortiq yonfun sotadigan bo'lib, navbatda buning taxminan 80% Xitoyda ishlab chiqarildi ekan. Alma shirkati Hindistondagi ishlab chiqarishni kuchaytirib kelgan bo'lib, Amerika-Xitoy savdo urushining jiddiy keskinlashishi sababli yo'tkash qadamini texmo tezlatgan. Alma shirkati bu orqali yuqori nisbatli tamojna bajining mahsulot tannarxini oshirib o'tish besimidan qutulishga tirishgan. iPhone'ning qorashtirish bosqichi ishlab chiqarish jarayonidagi oxirgi bosqich bo'lib, necha yuzlagan zapchastlarni to'plab qorashtirib tutgan holatga keltirdi ekan. Mazkur ish bosqichiga kerakli aslahalarni Hindistonga yo'tkash uchun uzun vaqt ketadi ekan. Oldingi oyda Alma shirkatining bosh ijroiya amaldori Tim Cookning Xitoyni ziyorat qilishi alohida diqqat qo'zg'agan bo'lib, ayni vaqtda uni Xitoy savdo ministri kutib olgan edi. Xitoy savdo suhbatiga oldirayotganligini yoshirib qololmadi. Xitoy navbatdagi savdo urushida Amerikaga qilchi bosh egmay oxirigacha tutishadiganligi haqida jorilayotgan va Amerika bilan suhbatlashmaganligini da'vo qilayotgan bo'lsa-mu, Xitoy vakillarining Amerika savdo ministrligiga borgan suratlari oshkorlandi. Navbatda Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi savdo urushi dunyoning diqqat nuqtasi bo'lib, Amerika prezidenti Donald Trump oldingi hafta Xitoy bilan kelishim hosil qilish uchun suhbatlashayotganligini, bu bosqichning tamomlanishiga bir necha hafta ketishi mumkinligini bildirgan. U yana Xi Jinpingning o'ziga telefon qilganligini ilova qilgan edi.
Ammo Xitoyning Amerikada turishliq elchixonasi bayonot e'lon qilib, Xitoy bilan Amerikaning savdo suhbati o'tkazayotganligi haqidagi bayonlarni inkor qilgan. Bayonotda ikki taraf o'rtasida tamojna bo'yicha to'g'riliq hech qanday suhbatlashish yoki kengashish bo'lmaganligi, kelishim hosil qilishning texmi mumkin emasligi bildirilgan. Halbuki Xitoy atalmish jang bo'risi diplomatiyasiga asosan Amerikaga bosh egmaganligidek obraz tiklashga urinayotgan bo'lsa-mu, Xitoy vakillar o'makining Amerika savdo ministrligiga kirib ketayotgan ko'rinishlari Koreya taratqullari tomonidan suratga tortib olingan. Koreyaning Markaziy kundalik gazetining maxsus xabarida bildirilishicha, Amerika bilan Xitoy savdo kelishimi haqida suhbatlashgan bo'lib, ikki tarafning amaldorlari 24-aprel Washingtonda yopiq uchrashuv o'tkazgan. Koreya muxbirlari Xitoyning yuqori darajalik amaldorlari va xodimlarining Amerika savdo ministrligiga kirib ketayotganligini suratga tortib olgan. Muxbirlar texmo ichkirlab suratga tortishga tirishganda Xitoy xodimlari tomonidan to'sib olingan. Xitoylar yana muxbirlardan barliq suratlarni o'chirib o'tishni talab qilgan. Valkochisi gazetining bugungi xabarida ma'lum bo'lishicha, barliq Amerika mollariga 125% boj qo'ygan Xitoy Amerikaning bir qism mahsulotlaridan jimjitqina bojga chirim qilgan. Mazkur mahsulotlar yerim o'tkazgich yasash uskunasi, davolash uskunalari, Osiyo zapchaslarini o'z ichiga oladigan bo'lib, Xitoy boshqa davlatlardan setib ololmaydigan mahsulotlar ekan. Shimoliy Koreya Rossiyaga askar avatganligini jazmlashtirdi. Shimoliy Koreya Rossiyaga askar o'rinlashtirganligini tunji qatim dalillagan bo'lib, Shimoliy Koreya rasmiy xabar agentligi Shimoliy Koreya askarlarining Rossiyaning Ukraina kontrolligidagi zaminlarni qaytarib olishiga yordam berganligini va bu harakatning Rossiya chegarasidagi Kursk rayonida elib berilganligini xabar qildi. Dushanba kuni e'lon qilingan bu bayonot Rossiyaning Shimoliy Koreya askarlarining urushga qatnashganligini dalillashidan faqat bir qancha kun keyin e'lon qilingan. Janubiy Koreya va G'arb istixborot organlari Pyongyangning o'tgan yili Kurskdagi urushga yordam berish uchun 10 mingdan ortiq askar avatganligini uzundan buyon dokument qilib kelgan edi. Shimoliy Koreya Markaziy harbiy ishlar komiteti bayonotida qurolli qism tarmoq otryadlarining Kim Jong Unning buyrug'iga binoan Kursk rayonlaridagi urushga qatnashganligini bildirgan. Xabarda Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Unning askar avatish qarorining ikki davlat o'rtasidagi o'zaro mudofaa kelishimiga asosan chiqarilganligi bildirilgan. Kim Jong Un yana urush g'alabalarini xotirlash uchun yaqinda poytaxtda bir xotira munora yasaldiganligini aytgan. Rossiya armiyasi bosh shtab boshlig'i Valeriy Gerasimov oldingi shanba Ukraina qurolli qismlarini mag'lub qilishga muhim yordamlarni qilgan Shimoliy Koreya askarlarini qahramon deb maqtagan. Ammo Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy yakshanba kuni qilgan so'zida Rossiyaning g'arbiy rayonining ozod qilinganligini ilgari surganiga qaramay, Ukraina armiyasining hali ham Kursk rayonida urush qilishni davomlashtirayotganligini ta'kidlagan. Oldingi haftalarda Xitoy askarlarining Rossiya uchun urushayotganligi va Xitoyning Rossiyani qurol-yarog' va texnika bilan ta'minlayotganligi Ukraina hukumati tomonidan rasmiy oshkorlangan edi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.